Assalomu alaykum hurmatli bobo dehqonlar, YouTube kanalimizda ashaddiy muxlislari. Biz sizlarga atrofdagi grazon, borza, etalon navlari haqida bir ikkita video qildik. Sababi biz boshida urug'lar tashlaganimizda sizlarga va'da berganmiz. Pul mukofoti bor edi. 8 million pulni taqsimlashimiz kerak edi. Shuning uchun chaqirishyapti, borib videolarni qo'yyapmiz. Hurmatli bobo dehqonlar, bu yutuqlarni sizlar ham baho berasizlar. Kimgadir shu pulni berishimiz kerak. Shular bilan ovora bo'lib qolib, ochiq dala pomidorlarni sizlarga ko'rsata olmadik. Kommentariylarda o'qiyapman, hamma yozyapti, ko'rsating deb. Hattoki Baxtiyor aka, soqqonni payiga o'tib ketdingiz, ya'ni pulni payiga o'tib ketdingiz, o'shaning uchun yuribsiz deydi. Yo'q, biz pulni payida emasmiz. Xudoga shukr, bizga pulni Alloh beryapti. O'g'illarimiz bor, topyapti. Biz mana shu mehnat ichidamiz. Shulardan topgan pulimizni o'zimiz uchun ishlatyapmiz. Pulimiz Xudoga shukr yetarli. Endi mana shu ochiq dala pomidorlari haqida bugungi videomiz. Mana shu ko'rib turgan joyingizga 15 xil pomidor navlarini ekkanmiz. Har birini nomerlari bor. Operatorimiz buni kadrga qo'yib ketadi. Nomerli bular, birortasining nomi yo'q, lekin sotuvda mavjud bo'lgan urug'lar O'zbekistonga bu yil kirib keldi. Shu sotuvda mavjud bo'lgan taqdirda ham biz urug' zo'r ekan deb sotish harakatini qilmaymiz yoki ko'chatini qilmaymiz. Buni avval ekib, mana shu holatda mana shu bir sotikdan ortiqroq joyimiz bo'sh qolganda shekka joyladik. Bularni ham ipga tortib ildik. Faqat bular jicha kechkiroq. Xudo xolasa videolar davomida bu navlarni, shu 15 ta navning ichidan eng zo'rini sizlarga tanlaymiz. Porloq qizil, sermeva hamda kasallikka chidamli bo'lgan navlardan sizlarga tanlaymiz, hamda nomini aytamiz va savdoga chiqaramiz. Do'konlardan olib bemalol ekishingiz mumkin. Biz shuni harakatdamiz. Endi 10-mart sanasida ekilgan pomidorlarimizni 21-mart sanasidami shu kommentariyaga yozibdi. 21-aprel sanasida video qo'ygan ekanmiz, shundaycha qo'ymabmiz. Xudo xolasa mana hozir o'tamizda ochiq dala pomidorlarimiz haqida videolarni davom ettiramiz. Hurmatli bobo dehqonlar, mana o'sha ochiq dala pomidorlarimiz 10-mart sanasida ekilgan, o'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Ya'ni duga ostiga plyonka qilib ekkanmiz, undan keyin ochib, tarab, hozirgacha har qo'limizdan kelgan har xil ishlarni qilyapmiz. Mana shu holatda mana mattan bag'ini o'sha avvalan ko'rgansizlar, simsiqib, mana shu simsiqni mana shu tartibda baylab chiqqanmiz. Mana bu tomon esa ochiqda yotibdi, yerga yotqizganmiz. Endi ko'p dehqonlarimiz baribir ilmaydi, yerga yotadi. Shuni farqini ham sizlarga ko'rsatib ketamiz. Hop, endi hurmatli bobo dehqonlar, bu pomidorlarimizni hozirgi ayni paytda qilib turgan ishlarimiz faqat sug'orish. Yengil-yengil tagidan tez-tez sug'oryapmiz. Hech qanaqa mineral o't berganimiz yo'q. Lekin o'sha burchakda hammalar bilasizlar, sharbat chuqurimiz bor. Go'ngda yaxshilab sharbatini qilib oqizishda davom etyapmiz. Shu kunlarda bu pomidorlar tez-tez yengil-yengil sug'orilyapti. Sizlarga ham maslahatimiz, suvni zaxlatmasdan, mevaga kirgandan keyin, o'sha gulga o'tirib mevalab qolgandan keyin zaxlatmasdan yengil-yengil tez-tez sug'oraverasizlar. Ya'ni kerak bo'lsa havo isib ketgan kunlari 3 kun qo'yib berib, 4-kun sug'orib qo'yapmiz. Endi holatlari yaxshi, meva solishlari juda yaxshi. Faqat haligi 15-mayga pishiramiz, Xudo xohlasa degandik. Lekin bu yil masalan teplitsalar ham kech qolyapti qizarishda. Kunda telefonlar bo'ladi, nima qilaydi, qanday qilib qizartiraydi. Buni imkoni yo'q, chunki kun sanaydi, vaqt sanaydi. O'sha kerakli quyoshdan kerakli energiyani olgandan keyin, kerakli issiqlikni olgandan keyin o'z-o'zidan qizarishni boshlaydi. Bizni qo'limizdan hech bola kelmaydi. Mana bugun 20-may sanasi, oldi nishona ko'rsatib qoldi. Xudo xolasa mana shu bir haftaning ichida oldi mevalar qizarib yeyishimiz mumkin, lekin sota olmaymiz. Mo'ljalimiz yana 15 kunga kechikdi. Bu 2025-yilda sotuvga shu may oyining oxirlariga, iyun oyining boshlariga sotuvga chiqishi mumkin. Lekin pomidorimizni narx-navolari yaxshi, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Endi hurmatli bobo dehqonlar, hali bu pomidorlarimizga umuman zahar sepmadik. Sababi mana shu o'tag'ini qilib, ichidagi shoxlarini olib, boshqa qilib yurganimda xonqizi, oltin ko'z degan foydali hasharotlarni ko'rdim. Ularni o'ldirish bu dushmanlik bo'ladi, chunki shirani teradi, boshqa qiladi. Shuning uchun barglarimizda qurtlar, boshqa narsalar ko'rinmaganligi sababli biz hech qanaqa zahar ximikatini ishlatmadik. Orada o'tgan safar ko'rsatganimiz Vita Garmon degan tarkibida kaliy ko'p bo'lgan, bor bo'lgan
vitaminimizni sepyapmiz. Hozirgacha mana ko'rib turibsizlar, ishlayapti, gullayapti. Mevalarimiz ishlayapti, hali ishlashdan to'xtagan yo'q. Menimcha mana shular oxirgi gullar, shu bilan to'xtaydi bu. Chunki bu ochiq dala determinat navimiz 70 sm o'tadi, o'sadi va shoxlarning hisobiga meva beradi. Hozir bularning ichida ishlamagani ham bor, to'xtagani ham bor, hamda ishlay turgani ham bor. Xo'p, har yili bitta narsadan jicha gapirib o'taman, bitta narsani, buni yaxshi bilasizlar. Mana operatorimiz mana shu yerda ko'rsatsangiz, mana ipimizdan tushib ketdi. Sababi hosillarimiz ziriylashib, og'irlashib, sekin-sekin yerga tashlayapti. Har yilgi ahvol. Mana shu holatda. Endi operatorimiz sekin orqamdan yurasiz. Bunday o'tib ilinmagan joylarni ham ko'rsatamiz. Mana vashitlarni ham ko'rsatib ketayim. Mana hosillarimiz hozirda mana shu holatda. Har bir tupimizda shunaqa. Endi buni qizarishini kutyapmiz, lekin oqarishib, mana bular oqarishib qoldi. Bir haftalik qizarish muddati qoldi xolos bularda. Ko'mkek holatdan oq holatga o'tyapti. Mana o'sha 6 ta gatni ko'targanmiz. Qolganlari mana bu agatlar, mana bular yotgan holatda. Bular mevalar katta bo'lgan sari o'zini o'zi bosib, shamollardan o'zini himoya qiladi. Mana har bir tuflarimizda hozir hosillarimiz mo'l. Mana faqat tagida yotib hosillarimiz, ko'rib turibsiz hosillarni. Hamda ishlashda davom etyapti. Mana shu gullar, tez kunlarda mana shu gullar mevaga aylanadi. Mana shu holatda. Bu tomonimizda hozircha ortiqcha ish yo'q. Bir ikkita katta chiqib qolgan o'tlarini yengillatyapmiz. Hamda avvalgi yillar ham aytganman, 10 litr suv hisobiga 25 gram karbamid, ya'ni mochavinani eritilgan holda 2 kunda, 3 kunda vaqt bo'lganda sepyapmiz. Bu nimani oldini oladi? Hozir juda ko'p dehqonlarimiz mana shu narsani nimadan bo'lyapti deydi. Asosan bargni poyani eng tagidagi barglarida shu holat bo'ladi, keyin sekin asta tepaga chiqishi mumkin. Sababi bu issiqdan o'zini suv parlashdan himoya qilib o'zini o'rab oladi. Xavfli emas bu. Lekin ana shu karbamidlar sepilmay, suv vaqtida qo'yilmasa, bu tagidagi barglar tepagacha chiqib yaxshilab buklanib olgandan keyin tagidagi mevalarni avto urib tashlaydi. Mana hozir operatorimiz ko'rsating, tepada qisman buralishlar oz, mana bularda yo'q, mana ularda ozgina. Mana shuni hisobiga olib, karbamidni to'xtatmay har 3 kun 4 kunda sepib turibmiz. Ortiqcha mineral o'g'it, ortiqcha zahar hamda ortiqcha ximikatlar ishlatganimiz yo'q. Endi hurmatli bobo dehqonlar, bu pomidorlarimizda nishonalar bor. O'sha aytganimizdek, Xudo xolasa iyun oyini boshiga reja qilib turibmiz, shu bozorga olib chiqish hamda xo'jaligimiz uchun ishlatishdi. Endi bundan bag'iga pishgan holatlarini ko'rsatamiz hamda u tomonda sinovimiz bor. Yana eslaringizda bo'lsa, bitta videomizda setkalarni yopib, nari tomonimizda tomorqa bor setkalarni yopib, aytgan ham yozgi sinov urug'larida ekkanmiz. Keyingi videolar xuddi o'sha joylardan bo'ladi hamda sinov nimalardan va buni pishgan holatlarida. Bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, like tugmalarini bosib, yaqinlaringizga ham ulashing. Hozir sizlarga ozgina mochavinani qanday tayyorlanishi, qanday totilishi, qanaqa hajmda, shuni sizlarga ko'rsatib ketamiz. Hurmatli bobo dehqonlar, ko'pchilik mana shu karbamid mochavinani mana ko'rib turibsiz. Ko'p joylarda karbamid, ko'p joylarda mochavina deyiladi. Ba'zi bir dehqonlar azot ham deyishadi. Mana shuni sepish tartibi. Qarang, mana bunaqa birorta idish topasiz. Eng oson yo'li shu. Idishni tarasini chiqarib olamiz mana. Endi hozir bunga shu karbamiddan solamiz. Miqdorini hozir sizlarga tushuntirib beraman. Hop. Mana shu miqdorda soyapmiz. Hozir oxirgi nimasini aytaman.
Mana 250 gram bo'ldi. 250 gram. Endi mana shu 250 gramni sovoldik, suv bilan to'ldiramiz. Suv bilan to'ldirib turib, qopqog'ini yopamiz hamda yaxshilab eritamiz. Bu tez erimaydi. Harakatda bo'lib turasiz, keyin eriydi. Endi bu erigan ishchi eritmani 10 litr suvga 100 gramdan, mana bundaqa idishobga olasizda, 100 gramdan 10 litr suvga quyib turib, bargidan sepaverasiz. 10 litr suvga 100 gramdan. Mana shu holatda juda eng oson yo'li shu. Juda ko'pchilik o'sha 25 gram 10 litr suvga desak, shunday apparatga sovoradi, erimaydi, bu tagida qolib ketadi. Oxir oqibat eng tagiga borganda erib turib, doza kuchayib ketadi. Mana bu holatda eritib olib, o'shani 100 gramdan 10 litrga quyadigan bo'lsangiz, 250 gramni solib eritib olib, juda bir xil bo'ladi. Endi xalqimizning ko'pchiligida tarozi yo'q, kimnidir do'konga kirib, qayerdadir totib olishi mumkin. Shu tarozi yo'qlarga yana bitta narsani ko'rsatib o'tamiz. Misol qilib sizlarga osonlik bilan tushuntirib qo'yamiz. Mana oddiy xo'jalik osh qoshig'i. Shuni qo'yamiz, mana tarasini chiqarib olamiz. Tarasini chiqarib olamizda, mana shu osh qoshiqda mana to'kilib ketgidek oldik. Endi qarab turing. Xo'p, 8 gram chiqyapti, 8 gram. Mana shu 8 gramdan 3 ta soladigan bo'lsangiz, to'ldirib 3 ta soladigan bo'lsangiz, idishga har 3 qoshig'imiz o'sha 25 gramga to'g'ri kelaveradi. 8 gramdancha ortiqroq kelyapti. Har 3 qoshig'imiz 25 gramga to'g'ri kelaveradi. Ya'ni buni eritishda bunaqa idishga soladigan bo'lsangiz, hisobini olasiz. Har 3 qoshig'imiz 25 gram. Shunda o'lchovni chiqarib, bemalol eritib qilsangiz ham bo'laveradi. Masalan, sizda sepadigan joyingiz 20 litr suv bilan yakun bo'ladigan bo'lsa, 6-7 qoshiqni eritib olib, o'sha 20 litrga quyib, bemalol ishlatsalar ham bo'laveradi. Hurmatli bobo dehqonlar, mana shu maslahatlarimiz yoqqan bo'lsa, sizlarga like tugmalarini bosinglar, kommentariyalarda izohlar qoldiringlar. Keyingi videolargacha